biz o'zimiz bilmagan holatda hayotimiz mobaynida bir kunda ham bir nechta minusovoy karma yaratib yuborishimiz mumkinda. Har bitta yaratilgan minus karma bizani ongimizda bu уже не только sizni o'zingizni minusingiz bo'ladi, bu уже sizdan keyingi avlodga ta'sir qiladi, to'g'ridan to'g'ri. Bizdan keyingi minusimiz ham, bizdan keyingi plyusimiz ham ta'sir qiladi. Misol uchun oddiy odamga, bunaqa bilimlarda yo'q bo'lgan odamga, misol agar o'g'rilik qildi, kimnidir pulini o'g'irladi, u o'g'irlagan pulini ishlatdi nimagadir, o'g'irlik qilib yuribdi. U odam uchun bu faqat o'zini savoli bo'ladi. Agar bizani ongimizda biz shu savolni qiladigan bo'lsak, buni как gen qilib o'zimiz bolalarimizga ham o'tkazib yuboramiz. Bu уже minusovoy karmani ishlanishi hisoblanadi. Minus karma, plus karma bu faqatgina xatti harakatlarda emas, bu o'sha gapirayotgan gapimizda, munosabatlarimizda, ular har doim odamlarni qiynoqda solish degani minusovoy karma ishlashda bu faqat boshqa odamni qiynoqda solish emas. Tiara savol berdi hozir yaqinda. Shunaqa pullarni yarata olmayapman, shunaqa kerakli bo'lgan vaziyatlarda, kerakli bo'lgan kurslarga deb aytyapti. Mana shunday paytda mana yotib qoldimman, tanam ko'tara olmay qoldi, og'rida qoldim deysiz, unda уже siz o'zingizga o'zingiz minusovoy karma yaratib, siz yana o'zingizni og'irlashtirib qo'yapsiz vaziyatda. Bunday paytida ishonchda bo'lib turaverish kerak, yaratishda davom etaverish kerak. Biz har qanaqa holatda ham bu ongda yaratish rosa ham oson. Prosta bilim yangi bo'lganligi uchun, energiyalar yangi bo'lganligi uchun, bu narsani biz har doim qilib yurmaganligimiz uchun haq bizaga tuyuladi, bu narsani qilish qiyin bo'ladi. Lekin rosa ham ko'p narsani yaratish ko'p joyda nihoyatda oson bo'lyapti. Men mana shu yildan boshlab 2026-yildan boshlab sizlar individual retrit bo'lgan paytida ham ko'p narsani ko'rgandim. 2026-yildan boshlab turib bu narsani his qilish yana kuchayib ketaverdida. Что yildan yilga ishlarni boravergan sari, odam o'zini ustida ishlab boravergan sari bu energiyalar просто так sizni qo'yib qo'ymas ekanda. Nimadir ishlamayaptimi, nimadir bo'lmayaptimi, bo'lishi mumkin. Juda ko'p holatlarda koordinatalarimiz noto'g'ri berilgan paytida ham bizani kodlarimiz ishlamaydi. Noaniq bo'lgan paytida ishlamaydi, umumiy formatda berilgan paytida ishlamaydi. Talab yoki shart qilib berilgan, ichimizdan chiqishi kerak bo'lgan energiya chiqilishiga yo'l bermagan paytimizda yoki birovni hayotiga aralashgan paytimizda berilmaydi. Siz o'g'li keliningizga pul berganingizni aytdingiz, bu ham o'zi minusovoy karma. Sizni ongingiz uchun minusovoy karma, chunki u o'zi ishonchda bo'lib turaverishingiz kerak bu vaziyatdan uni o'zi o'tib olishini. Что bu vaziyatda uni o'zi buni siz ham hal qila olishini. Buni ishonchda bo'lib turmaganligingiz uchun shunaqa vaziyat bo'lindi. Конечно, bizga vaziyat berilgan paytida odamga og'riq beradi. Что o'sha payt bizda illyuziyalar uyg'onib ketadi. Nima uchun bunaqa vaziyat bo'ldi? Men o'zi aytdingiz-ku hozir, что pensiyamdan berganman, bosib qo'ygan pulim yo'q edi debdi. Aynan shu pensiyangiz uchun, bosib qo'ygan pulingiz yo'qligi uchun ham siz u narsani bermasligingiz kerak bo'lgan. Bu уже mana minusovoy karma sizni holatingizni og'irlashtirib qo'yapti. Siz o'zi yig'layapsiz, holatlari yomon bo'lib qolyapti, yotib qolyaptilar. Bu, конечно, endi keliningizga ham bu energiya seziladi, boradi. Bizda minusovoy, plyusovoy ishlagan paytimizda ajdodlar mavzusi alohida ko'tariladi. Qisqa qilib aytib ketaveraman. Minusovoy ishlangan paytda o'sha ajdodlar, ota-bobolarimiz, ularning ruhi qattiq og'riqqa kiradi, qo'rquvga kiradi. Bizda siz plyus ishlayotgan paytingizda u ajdod уже xursandchilik energiyasiga kirishni boshlaydi. Chunki har bitta avlodda tanlanganlar bo'ladi, shu bilimlar bilan ketish kerak bo'lib, uni faqatgina sani o'zinggina shu bilimlardagina yurgan odam meni o'zim qilyapman, menga og'ir bo'lib tuyulyapti deganimiz bilan bizani полностью ajdodlarimiz hamma tarafdan qo'llab-quvvatlab turib bizga kerakli bo'lgan o'sha energiyalarni berib turadi. Iloji boricha biz bugundan boshlab o'sha holatimizga qarab kuzatishimiz kerak. Suvni ko'p ishlatib yuborish ham o'zi minusovoy karma biz uchunda. Isrof deyilardi anaqada. Bu biz uchun suvni ko'p ishlatib yuborish, anavi minusovoy karmani ishlash. Yegingiz kelsa kelmasa xohlaganingizcha ovqatlarni olib tashlash, o'sha minusovoy karma. Ertaga ertalabki o'sha shvetsskiy stol bo'ladi. Iloji boricha yegilaring keladigan narsalarni olinglar. Minusovoy karmani hamma joyda ishlab ketib qolaverishimiz kerak emasda. Keyin o'zimiz mana nimadir qilayotgan paytimizda
hayotimizdada kimdir ko'rmadi, bilmadi, siz qanaqadir xatti-harakatlar qilyapsiz. Misol, вот u odamda siz 500 ming pulingiz bor edi, misol deb aytyapman, bu boshqa vaziyat bo'lishi ham mumkin. Uni u sizni 600 ming deb o'ylayapti. Shu narsani bilib turib ham unga bu narsani aytmaslik o'sha bizlar uchun minusovoy karmaga xizmat qiladi. Man уже foyda ongi полностью абсолютно o'tish kerak bizada hamma joyda. Bizani ongimizda hali yana mavzularimiz bo'ladi, orada aytib ketaveraman. Уже вот mana 3 yil bo'lgan o'quvchilar hech hamma joyda to'lov qancha, nima xizmatga qancha to'lov qilinishi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'lov qilinishi kerak, ya'ni qizg'anchiqlik bilan emas, hamma narsada. Ota-onani ko'rishga borgan paytida ham nimalarnidir oldin siz olib borardingiz, hozirgi paytda o'zingizni o'sha imkoniyatdan, sharoitdan kelib chiqqan holatda uni уровень, uni darajasi hamma narsada o'sib borishi kerak. Bu ham rosa o'sha pulni yo'lini kengaytirishga xizmat qiladi. Va minusovoy karmada yana qiynoqda tutmashingiz kerak, hech kimni. Umuman qiynoq ongida unga bir o'rta, ko'pincha обычный man o'zim oldingi ongimni hisob-kitob ko'radigan bo'lsam, yaxshi ko'rgan odamlarimizni, biz qabul qilgan odamlarimizga yaxshi gapiramiz hammamiz. Jonimizni ham bergimiz keladida, lekin bizni qabul qilmagan odamlar bor-da. Yomon qabul qilmagan odamlarga nisbatan bizlarga ularga qanaqadir jahlimiz chiqib ketaverishi, minus karmani ishlatilishi. Biz hamma joyda o'sha ichimizdan qilayotgan xatti-harakatimizda iloji boricha mana shu bitta qilayotgan xatti-harakatni doimiy tartibda davom ettirib ketaversak, biz bu energiyada ham полностью minusovoy energiyaga xizmat qilish yo'liga o'tib ketib qolamiz. Bu уже nurdan bizani otib yuboradi, nurdan bizani sakratib chiqarib yuboradi. Hamma joyda qayerdaga nima bo'layapti, minuslarni plyuslarga aylantirishga o'sha ahamiyat berish kerak. Hamma joyda iloji boricha kiyim sotib olayotganda ham, ovqat yeyotganda ham, hamma narsada hislarga ahamiyat berib, minusovoy karmani ishlatmaslikka harakat qilish kerak. Misol, siz nimadir ko'ylakli kiyimni oldingizda, olgan kiyimingiz shkafingizda yotibdi, kiygingiz ham kelmaydi, qaragingiz ham kelmaydi. Bu o'sha minusovoy karma bizlar uchun. Что siz undan foydalanmayapsiz. O'chuni keyingi safar olmaslik uchun, keyingi safar mana shunaqa xatti-harakat qilib qo'ymaslik uchun kimgadir berib yuborish kerakda, bo'ldi. Shu joyda mana shu savolda, ochiq turgan savolda yopish kerak. Bizda bunaqa ochiq bo'layotgan savollarimiz son mingta-ku. Qancha hamma tarafda savollarimiz ko'payib ketgan. Oilada ovqat qilinayotgan paytida ham faqat onani o'zi ovqatni qilib turib, bolalar o'qishi bilan band bo'lib, boshqa ishi bilan band bo'lish, bu o'zi ona minusovoy karma qilayotganini bildiradi. Ya'ni rost hamma ovqat yeyaptimi, hamma birgalikda harakat qilish kerak. Birgalikda o'sha bolalarni o'zini o'sha yoshidan kelib chiqqan holatda hammani o'ziga vazifasi berilishi kerak. Ya'ni oilada ona nima deydi, xizmatkor rolida bo'lib qolmasligi kerak. Xizmatkor rolida bo'lib qolish ham biz uchun bu minusovoy karma bo'ladi. Bolalar ham koroleva bo'lib olib, menga bugun nima ovqat qilyapsan, men bu ovqatni yemayman, mana shunaqa narsada bolaga sinchkovlik bilan, yaxshilik bilan, to'g'ri so'z bilan что u ham ovqatlanayotganligini, bittagi ovqat sizga taalluqli emas, bitta oilaning mas'uliyatidagi ovqat sizniki emasligini bolalar bilan hammasi bilan o'tirib gaplashib olish kerak. Bizda rosa shu narsa urf odatga aylanib ketgan-ku. Ona harakat qilib yuraveradida, bolalar polniy yotadi, telefonini o'ylab. Kerak bo'lsa turmush o'rtog'i ham mumkin emasda, turmush o'rtog'ida ham qo'lidan keladigan qanaqadir ishlarni qildirtirish kerak. Shunda oila hammasi birgalikda bo'ladi. Ayol ham keyin alamda qolib ketib qolmaydi. Bizda aksariyat holatlarda ona alamda qolib ketadi. U hamma mas'uliyatni, javobgarlikni o'ziga olgani uchun bolalar yotib olib, darsini 5 minut, hozir shunga tegilmay, darsini keyin charchab keldi, darsini keyin qiladi. Когда u ishlab, kech ishlab kelib charchab kelganda bo'ladi, qilib bersangiz, yordam bersangiz. Lekin uyda ertadan kechgacha yotibdi, lekin hamma narsani siz o'zingizga olib, bolalarni quldek qilib qo'yish ham bizani ongimizda o'sha karmani yaratish hisoblanadi. Hayotimiz har bitta onada mana shu ertalab uyqudan turgundan to uyquga yotgunimizga qadar mana shu qayerda biz minusni ishlatyapmiz, qayerda plyusni ishlatyapmiz, mana shu narsalarni kuzatib turib, iloji boricha plyusovoy energiyaga o'tib olishimiz kerak. Bo'ladi shunaqa bir xil ajdodlarda juda qattiq minusovoy energiyada, ba'zi bir ajdodlar
bir plyusовой energiyada bitta harakat qilganda, Aziz aytgandaqa boyagi xatti harakati o'xshab ular plyus tashlab ketaveradi. Bo'ladi shunaqa, вот mana sizlarni agar ajdodinglarda o'g'il bola bilan shunaqa protsess bo'lyapti. Umuman erkaklar tan olinmagan bo'lsa, erkaklarni yomon ko'rish bor bo'lgan bo'lsa, erkaklar faqat erkak o'rnida ko'rilmagan bo'lsa, ularni umuman oyoq uchida ko'rsatilingan bo'lsa ham, bu o'sha ajdodni hal qilinmagan minusовой karmasi hisoblanadi. Bu minusовой karmani tozalab chiqqanidan keyin boshida qilinayotgan xatti harakatlar, ko'p narsa qilyapman, ishlamay qoldi deb aytdingizku, bu ba'zi bir narsalar. Unda ko'pincha ba'zi bir ajdodlar o'sha kirlanib ketgan joydan chiqib kelayotgan bo'ladi. O'sha narsalarda ham biz hech qachon bir-birimizni nimagadir solishtirib boshqa qilmasimiz kerak. Har qanaqa holatda ham o'sha plyus bo'lmay qoldimi, yarata olmay qoldingizmi, o'sha paytida ham o'zingizga nisbatan ham plyusовой energiyada bo'lib turishingiz kerak. Xaosga kirmasligingiz kerak. Xaosga kirsangiz, что hal bo'lmayapti, ko'ryapsiz, yotib qoldingiz, ko'rdingiz, 10 kunlab, 2 haftalab, 3 haftalab uni hal qilishda вообще ilojisi bo'lmayapti, ko'ryapsizlar o'zinglar. Bitta xaosga kirsalaring, rosa chiqish qiyin bo'lyapti. Ahamiyat bersalaringda, mana bitta vaziyatdan agar siz inson ongidaqa xatti harakat qilib o'tmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, u vaziyatdan chiqish juda kech bo'lyaptida, odam orqada qolib ketadi vaziyatdan. Biz har onda o'zida yaratib ketaverishimiz kerak.